Avvallari sizni qayg'uga solgan muammolar bugun deyarli yodingizga ham kelmaydi. Zalvorning og'irligidan kechalari uxlay olmaganingiz tashvishlarni bugun eslay ham olmaysiz. Go'yoki qor ostida qolib ketgandek ular. Shunday ekan, bugungi muammolarni ham yuragingizga yaqin olavermang. Inshaalloh, ertaga ular ham qor ostida qolib ketadi. Assalomu alaykum, qalbi orzularga limmo-lim yaqinlarimiz. Yo'lchi yulduzingiz doimo porlab turishini tilagan holda noyabr oyi uchun kutilayotgan eng aniq yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari. Bu oy qo'y burji vakillari uchun qiziqarli va voqealarga boy bo'ladi. Shuning uchun bu fursat qanchalik tez o'tib ketganini sezmay qolsangiz ham ajab emas. Omad sizni tark etmayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo ishlar bunday bo'lmaydi. Ko'proq tashabbus ko'rsatishni boshlang. Shunda yangi imkoniyatlarni boy bermaysiz. Dam olishga vaqtingiz bo'lmaydi. Hayotingizni yaxshilash bilan band bo'ling. Umumiy qilib aytganda, bu oyda siz qanotlaringizni yoyish imkoniga ega bo'lasiz. Barcha ne'matlarga loyiq ekanligingizni tushunasiz. O'zgarishlarga ishtiyoqmandlar kichik ta'mirlash va qayta tartibga solishni xohlashadi. Ammo bu vazifalar sizdan pul talab qilishini inobatga oling. Qiyinchiliklardan qo'rqmang, sizda yaxshi pul ishlash imkoniyati bo'ladi. Ongning sifat jihatidan yangi darajasiga chiqing. Daromad darajasi tez ko'tarila boshlaydi. Sizda yangi yo'l bilan pul ishlash imkoniyati bo'ladi. Siz tashabbuskor va mas'uliyatlisiz. Yangi foydali aloqalarga ega bo'lasiz. Nufuzli insonlar bilan bo'ladigan suhbatdan ko'p narsalarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni tanishtirishga tayyor turing. Har doim barcha yangiliklardan xabardor bo'lganlar bilan yaqin bo'ling. Har qanday ma'lumot siz uchun qimmatlidir. Karyerangizda yondashuvingizni o'zgartirishdan qo'rqmang. To'g'ri qarorlar qabul qila olasiz. Qiyin vaziyatlarda chalg'ishga moyil bo'lasiz. Xotirjamlikni saqlashingiz qiyin bo'lishi ehtimoli mavjud. Bunday paytlarda voqealarni aniq rejalashtirish asqotadi. Transportda sayohat qilishdan ehtiyot bo'ling. Noxush vaziyatlardan qoching. Sevgi borasida, agar siz uzoq vaqt davomida ishqiy munosabatda bo'lgan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirish haqida o'ylashingiz kerak. Agar hali jiddiy qadamlar tashlashga tayyor bo'lmasangiz, oilangiz va do'stlaringiz uchun bayram tashkil qiling. Ularga ijobiy kayfiyat bag'ishlang. Bu burjning yolg'iz vakillari taqdirini xohlagan joyda uchratish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tez-tez tashqariga chiqing, madaniy tadbirlarga qatnashing. Potensial hamkor bilan uchrashish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Sayohatingizni keyinga qoldirmang, u yerda muhim insonlarni uchratasiz. Yangi do'stlar orttirishingiz ham kutiladi. Sizning jamiyatdagi obro'yingiz ortadi. Oila borasida siz energiyaga to'lasiz. Shu sababli oilangiz va do'stlaringiz uchun eng iliq his-tuyg'ularga ega bo'lasiz. Qarindoshlar bilan nizolarni boshdan kechirgan bo'lsangiz, vaziyatni tushunib, tinchlikka erishish choralarini ko'ring. Ulardan kechirim so'rashga tayyor bo'ling. Oilaviy munosabatlarda tinchlik va uyg'unlik bo'lishi kerak ekanligini unutmang. Shuningdek, siz juftingizning ota-onasi bilan munosabatlarni yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Karyera borasida ishda faol bo'lasiz. Asl g'oyalar keladi. Siz hamkasblaringizga yordam berishni xohlaysiz. Jamoadagi obro'yingiz ortadi. Ishtiyoqingiz uzoqdan seziladi. O'zingizni ko'rsatishga harakat qiling. Mas'uliyat borasida halol va vijdonan yondashing. Bir joyda o'tirib, biror joyga taklif qilinishni kutishning hojati yo'q. Ilg'or treningni oling. Tajribali mutaxassislardan tez-tez yordam va maslahat so'rang. Moliya borasida ushbu oy davomida pul oqimlari doimiy bo'ladi. Katta miqdorni olishingiz o'zingizga bog'liq. Yarim kunlik ishlarga kirishdan qo'rqmang. Ish faoliyatini yaxshilash imkoni mavjud. Yaqinlaringizdan moliyaviy yordam ham kutiladi. Biroq pullaringiz siz bilan uzoq vaqt qolmaydi. Hatto katta summalar ham sizni asta-sekin tark etadi. Barcha qarzlarni to'lashga harakat qiling. Haqiqatan ham kerak bo'lgan narsalarni sotib oling. Salomatlik borasida o'zingizni ajoyib his qilasiz. Hamma narsada faol bo'ling, ijobiy his-tuyg'ularga to'ling. Lekin o'zingizni yomon hislar asiriga qaram qilsangiz, vaziyatning o'z yo'nalishi bo'lishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak.
Yomon odatlardan saqlaning, o'zingizni kuzatib boring. Keraksiz ovqatlardan voz keching. To'g'ri dam olish va uxlash kerak ekanligini yoddan chiqarmang. Buzoq burji vakillari bu oy buzoq burji vakillari uchun band oy bo'lib, qiziqarli o'tishi ham kutilmoqda. Sizda bajarishingiz kerak bo'lgan juda ko'p vazifalar bo'ladi. Sabr qiling, har lahzada harakat qilishga tayyor bo'ling. Eski odatlaringizni unutishingiz kerak bo'ladi. Komfort zonangizdan chiqishdan qo'rqmang. Umumiy qilib aytganda, oyning boshida siz bir joyda qolib ketganingizni tushunib olasiz. Hayotingizdagi turg'unlik uzoq vaqtdan beri sodir bo'layotganligini ko'rsatadi. Ammo hozircha qiyinchiliklarni bir martada yengib bo'lmaydi. Biroq vaziyatni tuzatish o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Ushbu tendensiyani ko'rganingizda harakat qilishni boshlasangiz yutasiz. Yuqori kuchlar fikringizni o'zgartirishingiz kerakligiga ishora qilmoqda. Darhol hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab muammolarga duch kelasiz. Vaqt va resurslarni oqilona taqsimlang. Yangi amaliy ko'nikmalarga ega bo'ling. Hayotda yangi narsalardan qo'rqmang. Ko'proq ochiq va ishonchli bo'ling. Siz o'z bilim va tajribalaringizni boshqalar bilan baham ko'ring. Sevgi borasida agar siz yaqin munosabatlarda bo'lsangiz, juda ko'p romantikadan umid qilsangiz bo'ladi. Eski tuyg'ularni eslab, o'z his-tuyg'ularingizni sevganingiz bilan baham ko'ring. O'tmishga berilib, munosabatlaringizni yaxshilang. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, yangi munosabatlar o'rnatish borasida o'ylab ko'ring. Bu jarayon siz uchun yoqimli bo'lishi kutiladi. Muloqotda tanlovli bo'lishga harakat qiling, shoshilmang. Do'stlaringiz bilan tez-tez muloqot qiling. Ular sizga kerakli yordamni albatta berishadi. Oila borasida siz ota-onangizni sog'ingansiz. Ular bilan suhbatlashing, tanish joylarga tashrif buyuring, yoqimli xotiralardan samimiy quvonch oling. Qarindoshlar bilan tez-tez muloqot qiling, qiziqarli daqiqalarni eslang. Farzandlaringiz bo'lsa, ularga e'tibor berish shunga arziydi. Ularga qancha ko'proq g'amxo'rlik qilsangiz shuncha yaxshi. Karyera borasida sizda juda ko'p ish bo'ladi. Yangi qiziqarli loyihalar taqdim etiladi. Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, muqobil usullarni izlashingiz kerak. Professionallik jihatdan mustaqil bo'lishni xohlaysiz. Ehtimol yangi lavozimni egallashni xohlarsiz. Kurashishga intilasiz va o'zingizni eng yaxshi tomondan ko'rsatishni xohlaysiz. Ammo bu hozir muvaffaqiyatga olib kelishi dargumon. Siz hali yangi lavozim uchun yetuk emassiz. Qo'shimcha mas'uliyatning og'irligini tushunmasligingiz ehtimoli yuqori. O'zingizni ortiqcha baholamang. Dono insonlar va mutaxassislarning fikriga ishoning. Moliya borasida sizga qiziqarli biznes takliflari keladi. Ushbu diagrammalar to'liq tushunarli bo'lmasligi mumkin, biroq shubhali sarguzashtlarga aralashmasligingiz lozim. Bu sizga ko'p pul ishlashingizga yordam bermaydi. Sarmoya qilmang, moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirmang. Hamma narsada nihoyatda ehtiyot bo'ling. Bu borada atrofingizda sizni manipulyatsiya qilishga tayyor bo'lgan halol bo'lmagan insonlar bo'lishi xavfi mavjud. Siz boshqalar oldida zaif ko'rinasiz. Shuning uchun muhim masalalarni keyinroqqa qoldiring. Salomatlik borasida stressli vaziyatlarni boshdan kechirasiz. Bo'sh tajribalar ham bo'ladi. Bu tananing barcha tizimlariga salbiy ta'sir qiladi. Stressga olib keladigan barcha omillardan himoya qilishga harakat qiling. Shikastlanishingiz xavfi mavjud. Shuning uchun juda ehtiyot bo'ling. Toza havoga tez-tez chiqing, sekin yurishlarni tanlang. Shunda albatta siz uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Egizaklar burji vakillari noyabr oyida egizaklar burji vakillarining obro'yi o'zi uchun nihoyatda muhim bo'ladi. Siz o'z g'oyalaringiz va loyihalaringizni targ'ib qilasiz. Oilaviy muammolar ham siz uchun muhim bo'lib qoladi. Muloqot qobiliyatingizni oshiring, boshqalarga ko'p gapirmang. Fikringizni qanday qilib yaxshi ifoda etishni o'ylab ko'ring. Umumiy qilib aytganda, hamkorlik masalalari siz uchun nihoyatda muhim bo'lib qoladi. Ko'p mavzuli tadbirlarda qatnashasiz, yangi aloqalar o'rnatasiz. Boshqalar bilan faol tajriba almashasiz. Ehtimol loyihalaringizni moliyalashtirish uchun yangi homiylar ham toparsiz. Do'stlar bilan munosabatlarda ham hamma narsa yaxshi ketadi. Ularning yordami bilan siz ko'plab muammolarni hal qila olasiz. Ko'rinishingizga e'tibor qarating. Bu siz uchun muhim ekanligini unutmang.
harakat strategiyangizni o'zgartirishni unutmang. Bu orqali yanada jozibali va muloyim bo'lasiz. Rahbar bo'lishga harakat qiling, lekin haddan oshib ketmang. Sevgi borasida shaxsiy hayotingizda sizni katta o'zgarish kutmoqda. Sevimli insoningiz bilan muloqot qilish uchun ko'proq vaqt sarflang. Uzoq va barqaror munosabatlarni o'rnating. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, yangi romantika istisno qilinmaydi. Ammo sevganingiz haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmasligingiz kerak. Har qanday davrani e'tiborni jalb qilasiz. Yaxshi taassurot qoldirishga harakat qilasiz. Do'stlar bilan uchrashuvlar oldindan rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Birgalikda dam olishga oid qiziqarli g'oyalar sizni hayratda qoldiradi. Oila borasida yaqin insonlar sizga qiziqarli takliflar qilishadi. Ularni rad etish qiyin bo'ladi. Oilangiz sizga juda ko'p foyda keltirishi mumkin bo'lgan qiziqarli g'oyalarga ega. Muhim tadbirlarni tashkil qiling. Farzandlaringiz bo'lsa, ularning yutuqlarini nishonlang. Buning uchun haqiqiy sabab bo'ladi. Oilangizni ko'p ham tanqid qilmang. Karyera borasida sizni muvaffaqiyat kutmoqda. Qattiq mehnat qilasiz. Shuning uchun haqiqiy yutuqqa ega bo'lishga haqlisiz. Ishlash uchun qiziqarli va foydali loyihalarni tanlang. Potensial homiylar bilan muzokaralar olib boring. Shu orqali siz haqiqiy liderga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Moliya borasida bu oyda sizda ko'p amaliyotlar amalga oshiriladi. Ko'p pul sarflaysiz, lekin pul qayerga ketgani sizga noma'lum bo'ladi. Bundan tashqari, xarajatlar shunchaki arzimas narsalarga tegishli bo'ladi. Pulni oqilona sarflang, byudjetingizni nazorat qiling. Busiz moliyaviy ahvolingiz chalkash bo'lishini yoddan chiqarmang. Salomatlik borasida sog'lig'ingiz ajoyib bo'ladi. Energiya bilan to'lasiz. Stress bilan kurashishga harakat qiling. O'zingizni ish bilan ortiqcha yuklamang. Dam olish uchun vaqt toping. Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, shifokoringizga murojaat qilishingiz kerak. Kerakli tekshiruvlardan o'tsangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Qisqichbaqa burji vakillari noyabr oyi qisqichbaqa burji vakillari uchun quvonchli davr bo'ladi. Siz kuch va quvvatga to'lasiz. Boshqalarning nazaridan ko'ra siz ancha yaxshi ko'rinasiz. Hayotingizni yaxshilash uchun hamma narsani qilishga harakat qiling. Umumiy qilib aytganda, o'zingizga e'tibor qarating, o'zingizni ehtiyot qiling. Har doim bo'lishni xohlagan insonga aylaning. Tashqi ko'rinishingizni o'zgartirishingiz ham mumkin. Javoningizni yangilang. Ular bilan xatti-harakatingiz ham o'zgaradi. Har qanday vaziyatda o'zingizni yorqin ifoda etasiz. Siz boshqalarga ergashmasligingiz kerak. Ular bilan imkon qadar kamroq bahslashing. Barcha o'zgarishlar o'zingizni hurmat qilishga olib keladi. Shaxsiy chegaralaringizni himoya qilish oson bo'ladi. Katta mas'uliyatni o'z zimmangizga olmang. O'zingizni keraksiz mas'uliyatdan xalos qilishga harakat qiling. Haqiqatdan ham muhim bo'lgan narsalargagina vaqt ajrating. Shunda boshqacha bo'lib qolganligingizni tushunasiz. Barcha qiyinchiliklarni ijobiy qabul qilish kerak va albatta siz muvaffaqiyat qozonasiz. Sevgi borasida bu oy siz oilangiz va do'stlaringiz bilan munosabatlarni yaxshilashni xohlaysiz. Ammo ularning kamchiliklarini ko'rasiz. Ehtiyotkor bo'ling. Ba'zan oilangiz va do'stlaringizning his-tuyg'ularini unutasiz. Lekin bunday qilmaslik kerak. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, yangi inson bilan munosabatlarni o'rnatishni xohlaysiz. Hozircha umidingizni uzmang. Oila borasida oilaviy hayotda ko'p narsa noaniq. Yaqin insonlar sizni qo'llab-quvvatlamasligi ehtimoli yuqori. Yaqinlaringizning muammolariga duch kelasiz. Farzandlaringiz bilan tez-tez muloqot qilasiz. Agar ular uchun biror narsa ishlamasa, xafa qilishning hojati yo'q. Yaqinlaringiz bilan muloqotda tinchlik va hamjihatlikka erishishga harakat qiling. Karyera borasida nimadir sizni doimo samarali ishdan chalg'itadi. Ko'p narsa shunchaki ahamiyatsiz bo'lib tuyuladi. Hamma narsani tartibga solishingiz kerak. Ish joyingizni ham tozalang. Shundan so'ng siz keyin nima qilish kerakligini aniq tushunasiz. Boshqalar bilan samarali aloqa o'rnating. Barcha harakatlaringiz mantiqiy bo'lsin. Shunda kerakli ma'lumotlarni osongina o'rgana olasiz. Moliya borasida bu oyda siz bilan nima sodir bo'layotganligiga e'tiborli bo'ling. O'zingizning daromad darajangizni osongina oshira olasiz. Katta bitimlar tuzish, shartnomalar tuzishingiz mumkin bo'ladi.
pulga e'tiborli bo'lasiz va yaxshi miqdorni tejay olasiz. Salomatlik borasida o'zgarishlar har doim siz uchun stressdir. Xavf shundaki, siz buni umuman rejalashtirmaysiz. Sizningcha xotirjamsiz, lekin unday emas. Oqilona bo'lishga harakat qiling. Asab tizimingizni ortiqcha stressga qo'ymang. O'z dietangizni kuzatib boring. Zararli taomlarni istisno qiling. Mashq qilish uchun vaqt ajratsangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Arslon burji vakillari. Noyabr oyi Arslon burji vakillari uchun qiyin o'tadi. Bu oyda hech qanday yomon narsa ro'y bermaydi, lekin sizni yomon fikrlar egallab oladi. O'zingizni ishlashga majburlash ham qiyin kechadi. Umumiy qilib aytganda, bu oyda siz chekinishga moyil bo'lasiz. Katta guruhlarda bo'lishni yoqtirmaysiz. Bekorchilik sizni charchatadi. Ish va boshqalar bilan muloqot umuman qiziqtirmaydi. Biroz o'z-o'zini aks ettirish bilan shug'ullaning. Uzoq vaqt ishladingiz, ammo muvaffaqiyatsizliklarga duch keldingiz. Bo'lib o'tgan voqealarni umumlashtiring va muhim saboqlar oling. Yaqinlaringizga yordam bering. Ular sizning yordamingizga muhtoj. Ularga befarq bo'lmang. Har doim ham o'zingizni mashg'ulotlarga bag'ishlash to'g'ri bo'lavermaydi. Sevgi borasida yaqinlaringiz sizning xatti-harakatlaringizdan hayratga tushadi. Taktikangizni o'zgartirasiz. Samimiy va ochiq bo'lishga harakat qiling. Shaxsiy makondagi g'amxo'rlikni tajovuz sifatida qabul qilishning hojati yo'q. O'zingizni nazorat qiling. G'amxo'rlik qilayotganlarga ortiqcha gapirmang. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, muhabbatni topa olishingiz dargumon. Yangi uchrashuvlar jiddiy bo'lmaydi. Munosabatlardan nimani xohlayotganligingizni tushunishingiz kerak. Do'stlar bilan muloqot qilish qiyin kechadi. Doimiy ichki tajribada bo'lasiz. Har doim o'zingizga e'tibor qaratmang. Do'stlaringizga ham qiyin vaziyatlarda yordam bering. Oila borasida oilangiz va do'stlaringizdan xafa bo'lishingiz xavfi mavjud. Ular siz haqingizda o'ylamasligini his qilasiz. Aslida bu unday emas. Juda mag'rur bo'lmang. Adolatni tiklashga harakat qiling. Sizni qiziqtirgan masalalar haqida to'g'ridan-to'g'ri gapiring. So'zlaringiz oilangiz va do'stlaringiz uchun haqoratli bo'lmasligi kerak. Ko'proq nozik bo'lishga harakat qiling. Qarindoshlaringizning hayotiga qiziqish bildiring. Karyera borasida ishda vaqtinchalik qiyinchiliklar bo'lishi xavfi mavjud. Sizning fikringiz ilgari ish bergan, lekin bu davrda katta o'zgarishlarga duch kelasiz. Bir xil muammolarni ko'p marotaba hal qilishingiz kerak bo'ladi. Hamkasblaringizdan yordam so'rashga harakat qiling. Jamoa bilan bo'ladigan munosabatlar yaxshi tarzda rivojlanmasligi o'zingizga bog'liq bo'ladi. Tanqidni shaxsan qabul qilmang. Moliya borasida moliyaviy masalalarga unchalik qiziqmaysiz. Bu juda xavfli. Eng muhim vazifalarni bajaring va o'zingizni noziklikka yo'ymang. Isrofgarchiliklardan voz keching. Tez orada barcha tashvishlar o'tib ketadi va siz pul kerakligini tushunasiz. Salomatlik borasida sog'lig'ingizni kuzatib boring. O'zingizni stressdan saqlang. Jismoniy faollik o'rtacha bo'lishi kerak. Parizod burji vakillari. Noyabr oyida Parizod burji vakillari kelajak uchun rejalar tuzadi va o'z oldiga yangi maqsadlar qo'yadi. Dam olmoqchi bo'lsangiz, oila va do'stlar bilan suhbatlashing. Karyerangizda yangi loyihalar kutmoqda. Ehtiyotkorlik bilan harakat qiling. Ishdan juda ko'p yoqimli his-tuyg'ularga ega bo'lasiz. Umumiy qilib aytganda, yanada romantik bo'lasiz. Erkinlikni xohlaysiz. Madaniy tadbirlarni rejalashtirish haqida o'ylab ko'ring. Shunda sizning muhitingiz o'zgaradi. Iltifotlarni qabul qilishni va diqqat markazida bo'lishni xohlaysiz. Vaziyatni o'zgartirishdan qo'rqmang. Barcha masalalarda tez-tez tashabbus ko'rsating. Muhim ishlarni hozircha amalga oshirmang. Noto'g'ri qarorlar qabul qilishingiz xavfi mavjud. Muayyan masalalar bo'yicha fikringiz tez-tez o'zgarishi bunda o'z aksini topadi. Bundan tashqari, eng ishonchli insonlar ham sizni xafa qilib qo'yishlari mumkin. Shu sababli uzoq muddatli rejalarni amalga oshirishni kechiktirish lozim. O'zingizga dam bering. Sevgi borasida mavjud munosabatlarga yangi ranglar qo'shiladi. Odatlardan charchagansiz. Sherikingizdan zerikishingiz hech gap emas. Ko'proq faol bo'lishga harakat qiling. Qiziqarli hobbi toping. Bo'sh vaqtingizni tez-tez birga o'tkazing. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, baxtli bo'lishni xohlaysiz.
Shu niyat orqali ajoyib insonni uchratasiz. Yangi munosabatlar sizdagi xarakterning yangi qirralarini ochib beradi. Oila borasida farzandlaringiz bilan ko'proq vaqtni birga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Ular sizga tez-tez murojaat qilishadi. Mayli, qimmatli maslahatlar bering. Ulardagi muhim fazilatlarni rivojlantiring. Oilangiz bilan muloqotda samimiy bo'ling. Barcha shubhalarni bir chetga surib qo'ying. Hech narsani o'ylamang. Mojaroli vaziyatlardan ehtiyot bo'lishni unutmang. Karyera borasida ishda zerikishingiz hech gap emas. O'zingiz uchun haqiqatan ham qiziqarli bo'lgan vazifalarni olishni, mustaqil bo'lishni xohlaysiz. Sizda juda ko'p qiziqarli g'oyalar va rejalar mavjud. Karyerangizni oshiring. Bu orqali rahbar bo'lishingiz ham hech gap emas. Barcha fikrlaringiz to'g'ri bo'ladi. Hech narsani tasodifga yo'ymang. Kelajakda loyihalaringizga rahbarlik qiladigan yangi biznes hamkorlarni topish imkoniyati mavjud. Moliya borasida pul topish uchun yangi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Qiziqarli g'oyalarga to'yilasiz, lekin ularning tezda amalga oshishini kutmang. Ungacha hali juda ko'p ishlar bor. Hamma narsada aql-idrokdan foydalaning. Uni bosqichma-bosqich olib boring. Shunda daromad darajasi faqat oshib boradi. O'z o'rnida hamkasblaringiz nima qilayotganligiga ham e'tibor berishni unutmang. Salomatlik borasida siz stressdan aziyat chekasiz. Asab tizimini ortiqcha yuklashning hojati yo'q. Keling, yaxshi dam oling. Spirtli ichimliklar ichmang va ovqatingizni ehtiyotkorlik bilan tanlang. Umuman olganda, hamma narsa sog'lig'ingizga ta'sir qilishini yoddan chiqarmang. Tarozi burji vakillari. Noyabr oyi Tarozi burji vakillari uchun baxtli oy bo'ladi. Siz ajoyib kayfiyatda bo'lasiz. Uni buzmaslikka harakat qiling. Sizni ijobiy hodisalar dengizi kutmoqda. Har qanday vazifani osongina yenga olasiz. Yaxshi tomonlaringizni ko'rsating, oilangiz va do'stlaringizni qo'llab-quvvatlang. Moliyaviy ahvolingiz yaxshi kechadi. Umumiy qilib aytganda, siz optimist bo'lasiz. Eng kichik tafsilotlarni osongina tanib olasiz. Yuqori maqsadlarga erishmoqchi bo'lsangiz, qiziqarli g'oyalarga to'la bo'lsangiz ham, o'z navbatida bu rejalashtirish uchun yaxshi vaqt emas. O'zingizga erishish mumkin bo'lgan maqsadlarnigina qo'ying. Turli strategiyalarni tuzib chiqing. O'zingiz uchun eng yaxshisini tanlang. Faol bo'ling, tavakkal qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Eng yaxshi fazilatlaringizni ko'rsating. O'z g'oyalaringizni targ'ib qilib boring. Mashhurlik sizga kelishini kutish qoladi xolos. Ittifoqchilaringiz va hamfikrlaringiz bir zumda sizni tark etishi mumkinligini unutmang. Ichki sezgingiz ajoyib tarzda ishlaydi. Yordamingizga muhtoj bo'lganlarga yordam bersangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Sevgi borasida shaxsiy munosabatlarda hamjihatlik va farovonlikka erishasiz. Barcha mojarolar va janjallar asta-sekin unutiladi. Sevgan insoningiz bilan muloqot qilishdan zavqlanasiz. Oila qurmaganlarning yolg'iz yashashi oson bo'ladi. Siz qarama-qarshi jins vakillari uchun jozibali bo'lasiz. Samimiy bo'ling, qiziqarli insonlar bilan tanishishga ham tayyor turing. Oila borasida sizni tinchlik va hamjihatlik kutmoqda. Mavjud farqlarni hal qilasiz. Oilangiz va do'stlaringizni yarashtiring. Yoqimli sovg'a olishni unutmang. Farzandlaringiz bilan ko'proq muloqot qiling. Ular bilan munosabatlar yaxshi ketadi. Ammo siz juda qattiqqo'l bo'lmasligingiz kerak. Karyera borasida ishingizni to'liq bajaring. O'z yutuqlaringizni e'lon qilishdan qo'rqmang. Atrofingizda nufuzli insonlar bo'ladi. Yangi homiylar bilan tanishasiz. Ushbu tanishuv sizga yaxshi foyda keltiradi. Karyera muammolari muzokaralar orqali hal qilinadi. Bitimlar tuzishingiz, hujjatlarni imzolashingiz ham mumkin. Moliya borasida ahvol yaxshi kechadi. Sizni katta daromadlar kutadi. Yuqori maosh uchun muzokara qilish imkoniga ega bo'lasiz. Qimmatbaho sovg'alar olishingiz ham istisno qilinmaydi. Pulingizni oqilona sarflang. Salomatlik borasida ko'proq hissiy va sezgir bo'lasiz. Bir nuqtada o'zingizni befarq his qila boshlaysiz. Arzimas narsalar haqida iloji boricha kamroq tashvishlanishga harakat qiling. Ko'proq dam oling, madaniy hordiq haqida o'ylang. Salbiy narsalar bilan chalg'imang. Chayon burji vakillari. Bu oy Chayon burji vakillari uchun qulay bo'ladi. Siz baxtdan porlaysiz. Har kuni zavq olishga tayyor bo'lasiz. Barcha masalalarda faol bo'ling, hayotingizni yaxshilashga harakat qiling.
Hayotning barcha sohalarida ijobiy o'zgarishlar bo'lishi kutiladi. Umumiy qilib aytganda, bu oyda siz ko'proq ilhomlanasiz. Kelajak uchun rejalar tuzishni xohlaysiz. Sizga qiziqarli g'oyalar keladi. Bemalol yangi loyihalarga kirishaversangiz bo'ladi. Agar o'z biznesingiz bo'lsa, investorlarni jalb qilish imkonini qo'ldan chiqarmang. Sizda nufuzli insonlarning e'tiborini jalb qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. O'zingizni kelajak haqidagi fikrlarga sho'ng'iting. Sa'y-harakatlaringizni aniq va global narsalarga qaratishga tayyor bo'ling. Potensialingizga erishishning yangi usullarini izlang. Sevgi borasida siz yanada sezgir va sentimental bo'lasiz. Munosabatlar va sevgini qadrlashni o'rganasiz. Oilangiz va do'stlaringiz uchun yoqimli syurprizlar uyushtiring. Ular bilan ko'proq vaqt o'tkazing. Barcha kelishmovchiliklarni juda tez hal qilish imkoni beriladi. Samimiy bo'ling. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, yangi munosabatlarni boshlash imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Romantik tanishuv siz uchun taqdirga aylanishi istisno qilinmaydi. Yaxshi kayfiyatda bo'lishga harakat qiling. O'zingizdan ko'ra yaxshiroq ko'rinishga urinmang. Oila borasida farzandlaringiz bilan ko'proq muloqot qiling. Ular sizning yordamingizga muhtoj. Qattiqqo'l va tanqidiy bo'lmang. O'zingizni qanday tutish kerakligini shaxsiy misol bilan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Yoshi katta qarindoshlar bilan ko'proq muloqot qiling, lekin xotirjam va ehtiyotkorlik bilan. Karyera borasida har qanday vazifaga ijodiy yondashing. Tajriba qilishdan qo'rqmang, o'zingizning yondashuvlaringizni o'ylab ko'ring. Sezgi sizga to'g'ri qarorni ko'rsatadi. Ijobiy munosabatlaringiz yoqimli bo'ladi. Shuning uchun siz tezda har qanday jamoaning yetakchisiga aylana olasiz. Professional muammolar siz o'ylagandan ko'ra tezroq hal qilinadi. Moliya borasida o'zingiz xohlagancha sarf-xarajat qilishingiz mumkin. Faqat impulsiv xarajatlarga yo'l qo'ymang. Katta xaridlarni amalga oshirishni ham jamg'armadan kelib chiqib amalga oshiring. Haqiqatan ham kerak bo'lgan narsalarnigina sotib oling. Agar imkoningiz bo'lsa, oilangiz va do'stlaringizga moliyaviy yordam berishni unutmang. Salomatlik borasida oy davomida xursand bo'lasiz. O'zingizni ajoyib tarzda his qilasiz. Uzoq muddatli xastalikda bo'lganlar tezda oyoqqa turishadi. Yaxshi odatlarni singdirish vaqti keldi. Kundalik rejimga rioya qiling. O'qotar burji vakillari noyabr oyida o'qotar burji vakillari his-tuyg'ularni va tajribalarni tushunishi qiyin bo'ladi. Siz uchun qaror qabul qilish qiyin kechadi. Xarid qilishga qaror qilishingiz mumkin, ammo ular foydali bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Haqiqatda siz oddiy ishlardan charchagansiz. Hayotingizni qayta ko'rib chiqing. Shunda muvaffaqiyat yuz ko'rsatadi. Umumiy qilib aytganda, orzularingizni unutmang. Moddiy muammolar siz uchun nihoyatda muhim bo'lib qoladi. Hayotingiz sifatini yaxshilashni xohlaysiz, ammo buning uchun qattiq ishlashingiz kerak. Qanday qilib ko'proq pul ishlashni boshlash haqida o'ylab ko'ring. Imkoniyatlaringizni munosib baholang. Erkin va mustaqil bo'lishni xohlaysiz. Hayotingizni o'zingiz xohlagan tarzda o'zgartiring. Nima bo'layotgani haqida tashvishlanishingiz shart emas. Kun tartibiga kiring, arzimas narsalardan asabiylashmang. O'zingizni ish bilan ortiqcha yuklamang. Siz uchun asosiy narsaga diqqatni jamlash qiyinroq bo'lsa, bu muammolarga olib kelishni yoddan chiqarmang. Sevgi borasida shaxsiy munosabatlardagi har qanday nizolarni hal qiling. Sevgan insoningizdan xafa bo'lmang. Muammolarni hal qilishning oqilona usullarini izlang. Nima bo'layotganligini ko'proq muhokama qiling. Shunda siz har qanday qiyinchiliklarga dosh bera olasiz. Agar yolg'iz bo'lsangiz, zerikishingiz ehtimoli yuqori. Yolg'izlikdan juda charchagansiz. Iloji bo'lsa, qiziqarli insonlar bilan tanishing. Oila borasida farzandlaringiz bo'lsa, ularning intellektual rivojlanishiga e'tibor qarating. Qanchalik ko'p yangi ma'lumot o'rganishsa, shuncha yaxshi. Bolalar sizga aql bovar qilmaydigan g'oyalarni beradi. Oilangiz va do'stlaringizga quruq va'dalar bermang. Barcha suhbatlarni iloji boricha jiddiy qabul qiling. Karyera borasida siz faol bo'lasiz. Har qanday vazifada ijodiy bo'lishga harakat qilasiz. Eng to'g'ri va mantiqiy qarorlarga e'tibor qarating. Sekin-asta sizning harakatlaringiz sizni muvaffaqiyatga olib borishini unutib qo'ymang. Ish muzokaralarini olib boring, xizmat safarlariga boring. Moliya borasida siz imkon qadar ko'proq pul ishlashni xohlaysiz.
O'z navbatida katta mablag' sarflashingiz ham istisno qilinmaydi. Bu xatti-harakat mutlaqo mantiqsizdir. Uzoq muddatli investitsiyalar haqida o'ylang. Ilg'or treningni olib boring. Bu barqarorlikni topishingizga yordam beradi. Moliyaviy tushumlar shunda katta bo'la boshlaydi. Shu orqali ko'proq daromad olish imkoniyatlarini qo'ldan boy bermang. Salomatlik borasida sog'lig'ingizni kuzatib boring. Stressli vaziyatlardan qoching, chunki hozir sizning psixologik holatingiz zaif bo'ladi. Sog'lomlashtirish muolajalari kursini o'tasangiz ham o'zingizga foyda qiladi. Tog' echkisi burji vakillari o'zi xohlagan narsaga erishish uchun tog' echkisi burji vakillari ko'p harakat qilishlari kerak. Agar oldingizda yangi istiqbollarni ko'ra olsangiz, bu oy juda omadli bo'ladi deb hisoblayvering. Oilangiz va do'stlaringizga tez-tez yordam bering. Har qanday vaziyatda ijobiy munosabatlarni saqlang. O'zingiz uchun yangi munosib ish topishingiz mumkin. Ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalarni bajaring. Band bo'lishingiz sevgan insoningiz bilan ziddiyatli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini unutmang. Sevgi borasida shaxsiy hayotingizda muammolarga duch kelishingiz xavfi mavjud. Konfliktli vaziyatlarni istisno qilib bo'lmaydi. Sevimli insoningizga bosim o'tkazmaslikka harakat qiling. Turmush qurmaganlarga yangi romantika bo'lishi kutiladi. Yangi munosabatlar kerakmi yoki yo'qligini o'ylab ko'ring. Qaysar bo'lmang, umuman olganda bu oy juda faol bo'ladi va asosiy faoliyatingiz ishda o'tadi. O'zaro munosabatlarni rivojlantirish uchun deyarli vaqt qolmaydi. Ammo vaqtingizni oqilona boshqarishingiz kerak. Aks holda yolg'iz qolib ketishingiz hech gap emas. Farzandlar tarbiyasiga, ularning muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratish lozim. Moliya borasida bu oy siz uchun qiyin va hatto samarasiz bo'ladi. Moliyaviy ahvol ancha qiyin kechsa-da mablag'siz qolmaysiz. Katta xaridlardan saqlaning, bir oz vaqtdan keyin siz muhim xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Muhim bitimlar tuzmang. Ish borasida agar siz jamoada ishlashga e'tibor qaratsangiz, karyerangizda muvaffaqiyatga erisha olasiz. Oilangiz va do'stlaringiz bilan intensiv tajriba almashish ham ortiqchalik qilmaydi. Xorijiy biznes hamkorlar bilan aloqalar muvaffaqiyatli rivojlanadi. Sizni samarali muzokaralar kutadi. Jamoada kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin, ammo ular kichik bo'ladi. O'z o'rningizni mustahkamlashingiz va hatto yetakchilik mavqeingizni tasdiqlashingiz mumkin. Kelajak haqida qayg'uring va mahoratingizni oshiring. Salomatlik borasida xavotirga yoki tashvishlanishga hojat yo'q. Qiyin vaziyatlarga duch kelishingiz xavfi mavjud. Shikastlanish xavfi yuqori, ammo jismoniy faoliyatdan butunlay voz kechishingiz shart emas. Suzish yoki jismoniy terapiya sizni tiklanishga yordam beradi. Immunitet tizimini mustahkamlang. Ob-havoga mos kiyinishni unutmang. Qovg'a burji vakillari bu oy qovg'a burji vakillari ishda yaqindan ishtirok etishadi. Lavozimga ko'tarilish imkoniyati mavjud. Ammo oila va hayotning boshqa sohalari haqida unutmang. Sevimli mashg'ulotlarga vaqt ajrating va yaxshi vaqt o'tkazing. Oyning o'rtalarida sizni yoqimli tanishuvlar va muloqot dengizi kutmoqda. Yangi do'stlar va ittifoqchilar orttirishingiz mumkin. Ijodiy bo'lishingiz kutiladi. Sevgi borasida shaxsiy hayot orqa fonga o'tadi. Mas'uliyat ko'p vaqtingizni oladi. Oilaviy hayotda nizolar, noroziliklar istisno qilinmaydi. Ammo hozir ishning ko'pligi vaqtni talab qilishini tushuntirsangiz, barcha qiyin daqiqalardan qochgan bo'lasiz. Sevimli insoningiz sizning ba'zi mas'uliyatlaringizni o'z zimmasiga oladi. Ko'chmas mulkni ro'yxatga olish bilan bog'liq masalalarda sizni omad kutmoqda. Iloji bo'lsa, oilangiz bilan sayohatga chiqing. Bu munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Turmush qurmaganlar qiziqarli insonlar bilan tanishish imkoniyatiga ega. Moliya borasida noyabr oyi barqaror vaqt bo'ladi. Daromad darajasi yuqori bo'lishi kutiladi. Agar siz ish joyini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, olgan takliflarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Moliya sizga uzoqda joylashgan hududlardan kelishi ehtimoli mavjud. Ish borasida siz ishlashga ko'p vaqt sarflaysiz. Nimaga erishmoqchi ekanligingizni o'ylab ko'ring, maqsadlaringizni o'zgartiring. Qayta ustuvorlikni yo'lga qo'ying. Rejalaringizni o'zgartirishingiz kerak. Katta mas'uliyatni o'z zimmangizga olmang. Bu sizning obro'yingizga putur yetkazish hech gap emas. Biznesda kechikishlar bo'lishi mumkin.
Salomatlik borasida kuchga to'lasiz. Shuning uchun ko'p muammolarni hal qila olasiz. Sog'lom va faol turmush tarzini olib boring. O'z dietangizga ehtiyot bo'ling va noma'lum taomlarni iste'mol qilmang. Surunkali xastaliklarning mumkin bo'lgan kuchayishidan ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Baliq burji vakillari. Bu oyda baliq burji vakillarini katta o'zgarishlar kutmoqda. Ijobiy his-tuyg'ular dengizi desa ham bo'ladi. Bu sizni xafa qilishi ham istisno qilinmaydi. Chunki ishlar siz rejalashtirgandek bo'lmasa, tashvishlanishga hojat yo'q. Oilangiz va do'stlaringizning yordamini qabul qilishdan qo'rqmang. Muayyan muammolarga qarashingizni o'zgartirishingiz kerak va salom. Ehtiyot bo'lishingiz kerak. Agar bunga qandaydir sabab bo'lmasa, tavakkal qilmang. Bu oyda sayohatni rejalashtirish imkoni taqdim etiladi. Ta'lim bilan shug'ullanish zarar qilmaydi. Sog'lom turmush tarzini olib boring, yaxshi insonlar bilan muloqot qiling. Sevgi borasida bu oyda katta o'zgarishlar yuz berishi dargumon. Agar siz yaqin munosabatlarda bo'lsangiz, sevgan insoningiz bilan uzoq safarlarga chiqmang. Oilaviy hayotdagi qiyin va keskin vaziyatlarni inkor etib bo'lmaydi. Oilada nima uchun kelishmovchiliklar paydo bo'lishini aniq tushunishingiz kerak. Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, doimo rejaga ega bo'ling. Turmush qurmagan bo'lsangiz, yangi munosabatlarni boshlash imkoniga ega bo'lasiz. Moliya borasida ahvol yaxshi, sizning pozitsiyangiz barqaror. Mumkin bo'lgan yo'qotishlardan qochishingiz kerak. Moliyaviy muammolarni hal qilishda ishtirok eting. Sizda foydali bitimlar tuzish imkoniyati mavjud. Ish borasida foydali aloqalarni o'rnatish imkonini ko'rib chiqing. Bu sizning karyerangizda ko'tarilishingizga yordam beradi. Agar ish qidirayotgan bo'lsangiz, xorijiy tashkilotlarning bo'sh ish o'rinlariga e'tibor qarating. Umuman olganda, oy siz uchun tinch o'tadi. Sayohatga alohida e'tibor qarating. Shu bilan birga turli mamlakatlarning biznes hamkorlari bilan aloqalar sezilarli darajada mustahkamlanadi. Oy oxirida rahbariyat bilan ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelishi xavfi mavjud. Salomatlik borasida sport bilan shug'ullaning. Bu o'zingizni yaxshi his qilishingizga yordam beradi. O'zingizni qanday his qilayotganligingizga e'tibor bering. Shifokorlarga tez-tez tashrif buyuring. Ob-havoga mos kiyining va shamollashdan saqlanishni unutmang.